Milliy sertifikat imtihonida tushgan integralga doir misol. Bu misolda birinchi 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lib bo'ladi. Bo'lganimizda integralni tashqariga chiqarib qo'yamiz. Endi 2x ni dan chekirib yoramiz. Bundan 0 dan 2 gacha integral y darajasida x kvadrat. Bundan chekirgizsak 2x x kvadratga kiradi. Endi x kvadratni t deb belgilaymiz. 1/2 integral 0 dan 2 gacha y darajasida x kvadratni t dedik. Y darajasi t dt. Endi buni integrallasak 1/2 y t ni integral y t 0 dan 2 gacha. Endi t ni o'rniga qo'yamiz. 1/2 y darajasida x kvadrat 0 dan 2 gacha. Bu teng bo'ladi 1/2. 2 ni o'rniga qo'yarsak 2 darajasida 2. Ya'ni 4-inchisi minus x ni o'rniga 0 qo'yamiz. 1/2 y ni 0-inchisi. Buni hisoblayotgan bo'lsa y ni 4-inchisi minus 1/2. Demak javob y ni 4-inchisi minus 1/2.